Maktabimiz oshxonasida sosiskani ichiga nonni solib bersa ham hot-dog deb o'ylab yeyvergan ekanman. Aslida hot-dog mana bunaqa bo'lar ekan. Damashnisi undan ham zo'r chiqadi. Retseptini men sizga qoldiraman. Assalomu alaykum. Ishimizni qaynoqini sutga aynib qo'ygani bo'lsa ham bo'laveradi. Tuz, shakar, dro'jja, tuxum oqini solib aralashtirib olishdan boshlaymiz. Ketidan yalangan unni qo'shib, yumshoqqina xamir holatiga kelganida erib turgan sariyog'ni solib yaxshilab yedirib, oshirma xamir qorib olamiz. Ustini salafan bilan yopib, yarim soat yoki 1 soatga issiq joyga oshirish uchun olib qo'yamiz. Oshgan xamirni teng 10 ta zuvalaga bo'lib, har birini unlab qator to'rtburchak shaklda yoyib olamiz. Xuddi videoda ko'rib turganingizdek qavat-qavat qilib o'rab, duxovka listiga oralarini ochib joylab olamiz. Ustiga qalinroq sochiq yopib, yana 10-15 minutga shu holatda qoldiramiz. Boya olib qo'ygan tuxum sarig'ini surtib, kunjut yoki sedani sepib bezatib olamiz. Oldindan qizib turgan 180 gradusli duxovkaga 25 daqiqaga pishirish uchun yuboramiz. Yumshoqqina do'mboqqina bo'lib pishgan bulochkalarni sovutish uchun qoldiramiz. Bu orada halol go'sht va kolbasa mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Meat City'ning juda ham mazali bo'lgan sosiskalarini ikkala tomonidan biroz kesib qovurish uchun tayyorlab olamiz. Qizib turgan ozgincha yog'da qovurib olamiz. Xohishimizga ko'ra hot-dog nonlariga ketchup, mayonez yoki sirli sos surtib olsak bo'ladi. Markovcha, bodring, pomidor sosiskalardan foydalanib hot-dogimizni yig'ib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.